21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni. O'zbek tili millatimizning faxri, xalqimizni dunyo tan olishiga hissa qo'shgan ijtimoiy aloqa vositalaridan biridir. O'zbek tili tarixi xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, orzu intilishlari, dardu armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liq. Dunyoda 3000 dan ortiq til bo'lsa, biz uchun eng ardoqlisi ona tilimiz o'zbek tilimizdir. Sana munosabati bilan viloyatimizda ham ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ijodiy badiiy uchrashuvlar tashkil etildi. Har bir xalqning tarixi, o'zligi va ma'naviy dunyosini aks ettiruvchi bebaho boylik bu uning ona tili hisoblanadi. 21 oktyabr O'zbek tili bayrami munosabati bilan Denov tumanidagi Afrosiyob istirohat bog'ida ham tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Denov tumani hokimi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazining tuman bo'limi vakillari, professor o'qituvchilar, talaba yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar davlat tilining jamiyat hayotidagi o'rni hamda uning nufuzini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritishdi. Sana munosabati bilan respublikada keng miqyosda tadbirlar, bayramlar nishonlanmoqda. Denov tadbirkorligi pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalarimiz she'rlar, g'azallar o'zlarini sahna ko'rinishlarini namoyish etmoqda. Aytib o'tish joizki, so'nggi yillarda o'zbek tilini raqamlashtirish yo'nalishida sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Sun'iy intellekt yordamida o'zbekcha matnlarni qayta ishlash, o'zbek tili izohli lug'atining veb-saytini yaratish kabi tashabbuslar buning yaqqol isbotidir. Bu kabi o'tkazilayotgan tadbirlardan asosiy maqsad o'zbek tilining nufuzini oshirish va yoshlar qalbida ona tiliga bo'lgan mehr-muhabbatni mustahkamlashdan iborat.